Mansatman. Mağnamdan ishkini bering. Mansatman. Mansatman. Erib ketdim. Belim ajab og'ridi. Uchinchi inim. Belim og'rib ketdi. Bekla og'rib ketdi. Qandaq degan gap bu? Nima ish bo'lganda? Axlatni mushundaq tashlab bo'lamdi. Oshim, sendek axloqsizkansan. Sening sesiq mevangning puruqi mening kopimga singib ketibdi. Bu mening yerim. Meni qayerga tashlagim kelsa, shu yerga tashlayman. Bu degan axloqsizlik, axlatni axlat solib tashlashimiz kerak-ku. Mening meva yeyman mush yerda. Mushi mening yerim. Qayerga tashlagim kelsa, shu yerga tashlayman. Qanday? Sen nimandoq yo'lsiz? Sen boshqa turamaysan. Axloqni ayiraylik. Bo'ldi. Kichkina ishni deb qo'shnilarning ko'nglini og'ritib qo'ymanglar. Hozir ish hal bo'ldi. Ko'pchilik savdolarni qilinglar. Ko'rdinglarmi? Odam asli oq ko'ngil bo'ladi. Shundaqmi, Taqay? Taqay? Taqay, nima ish qilyapsan? Uyg'oning. Kim u bu? Nasirdan bu. Men sizni savoqni qabul qilib obdan ishlandikin desam, yana o'g'irlik qilib yetibsiz-ku. Yana Taqay akangizni yasipirish hisobsiz. Sizga faqat amal qilamadim. Nasirdan elishib qoldingizmi? Men shu cho'ng aksi. Siz cho'ng aksimi? Undaqda av yasipirayotganichu. O mening 3-chi ukam. Men ukamga tomoq akagan. Bu yerda uxlab qoptiman. Nasirdan. Men cho'ng. Aka. Men aka. Bu men 3-chi inisi. Yolg'on aytmabsiz. Siz rostla 3-chi inisikansiz. Sen bana ishongan, men cho'ng aksi. Hargiz yolg'on aytmayman. Qara, ukam yerni supurib oldi. Biz endi uyga qaytamiz. Ishqillar to'xtab turinglar. Ikkinchi o'g'il keldi. Uni chaqirib kelinglar. Deydigan gapim bor. Ikkinchi aka. Cho'ng aka, inim. Siz 3-chi inisi yolg'on so'zlab odam aldab, yana akangizni yasipirish hisobsiz. Azroqmi gap ta'sir qilmaydi-kan, ha? Men xato qildim. 3-chi inimga yon besib yolg'on aytmasam bo'pti-kan. Ininglarni yaxshi ko'rdiganliginglarni bilaman, ammo u hozir cho'ng bo'ldi. O'z kuchiga tayinib jon boqquchiligi bor. Sizlar hargiz uni umr bo'yi beqib ketamaysizlar. Hamon bir kuni u yolg'iz yashaydi. Nasirdan sening deganingni tushunamiz. 3-chi inimni biz aka o'tib qo'yibdimiz. Lekin uning jabho tortishiga qarab turolmaydi ekanmiz. U bizga kelib yolursa, biz shu amal tepildi. Sizlar sal turib etizg'i berib meni saqlanglar. Sizlar xil atigan kepsizlar. Nasirdan bugun bizni nimaga chaqirtdi? Gapimni anglanglar. Men faqat sinab boqmoqchi. Sinab? Qanday sinab boqmoqchi? Kelinglar, bu kaltakni ilinglar. Bugun siz yana og'diring. Bu ikki kaltak sehrli kaltak. Buni men ilib olaman. Sal turib qaytib kelganda shu chog'da kaltakning uzunligini silish tursaqlar, o'g'irlik qilgan qilmaganliginglarni belgilab oladi. Bu qadam Nasirdanning gapini anglab, ishni puxta qilaylik. Tushdi biz sana tomoq akilib beramiz. Cho'ng aka, ikkinchi aka. Sizlar xotirjam bo'linglar. Bo'ldi, biz ma'yili. Nima sehrli kaltakkan u? Meni aldab, men unchoq dödemas. İnimiz qani? O yerdikan. Bu inimizni zahab.
Akılarım, meni yalnız taşlap koymanglar. Akılarım, ben hatalarımni Ne oldu, inim? Ben çokum yaxshi Ne ishlayman. oldu? O'z kuchimga tayinaman. Aka, ben çokum o'z kuchimga tayinaman. Voy, qo'zig'im, voy qo'zig'im. Voy, qo'zig'im. Ne bo'lsa? Bir ish bo'lmaganda. Ne bo'ldi? Inim. Voy, voy qo'zig'im. Endi qanday qilamiz? Biz uningga ishlab beraylik. Ikkinchi inim unutib qolma. Hozir uchinchi inimiz cheniqyotidi. Lekin u bu holi bilan Voy qo'zig'im, voy jon. Voy. Bek og'rib ketyapti. Voy jon, bo'ldi talashmanglar. Men chiday olmayman. Men chidayman. bu uchinchi inim ishingni yanada biz qilib beraylik. To'g'ri. Lekin hali sehrli kalta. Biz qanday qilamiz? Akalar, o yolg'on. Biz bir qitim aldanib qoldik, endi hargiz aldanmaylik. Shundoq. Uning bilan korimiz bo'lsin. Har holda mening amalim bor ekan. Qarag'ana taqay. Bu kaltak bilan uning qo'lidagi kaltak ikkilisi bir kecha suvga chilangan. Hozir uning qo'lidagi kaltak kunduzi optob turib qurib ketdi. Shunga u kaltak qisqarib ketadi. Bo'ldi, mangayli. Bu uchinchi inim. Bu Nasriddin, men og'dirgan yerdan rozi bo'ldingmi? Bu yerni siz og'dirgandek qilmaysiz? Qandaqsiga? Akla, sizlar gap qilsanglar-chi, ha? inimiz og'dirgan. Undaqda sehrli kaltakni menga bering. Bo'ladi. Mana. Hey. Bu mumkin emas. Bu zodi qandaq ish? Qandaq? Rasketni qiling. Nasriddin, men xatoligimni tonidim. Mundaq bo'lsin, sizga yana bir qatim fursat beray. Bu sehrli kaltakni ilib oling. Yana yaxshi ishlamasangiz, u chaqda. Bo'ldi, deyma. Gap qilma, men bildim. Bu Voy jon. Ba'zan bo'lmaydi. Uchinchi inim g'ayrat qilib yaxshi ishlagan. Bo'ladi.